Yaxshi sharoitda arzon narxda umra qilaman deganlar videomizni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga juda ham arzon narxlarda yetkazib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, sizlar kutmagan sharoitda, kutilmagan narxda qilib beraman. Xudo xolasa sizlarni bitta poddesh uchun like bosinglar, bizga obuna bo'linglar, kommentariyaga yaxshilarni yozib qoldiringlar. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi gastnitsa. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati hamda Xudo xolasa yuqori yillik tajribali malakali 50 boshlar hamsafarligi. Bundan tashqari aeroportda Kamzil, Bejik, sumka, viza beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Birinchi yordam ko'rsatuvchi shifokor xizmatlarimiz ham albatta mavjud. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, 1-sentyabr Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimiz $995 dan, 2-sentyabr Farg'ona-Jidda yo'nalishidagi reysimiz $1045 dan, 2-sentyabr Namangan-Madina yo'nalishidagi reysimiz $995 dan, 5-sentyabr Farg'ona-Madina yo'nalishidagi reysimiz $995 dan, 9-sentyabr Farg'ona-Jidda yo'nalishidagi reysimiz $1045 dan, 9-sentyabr Namangan-Madina yo'nalishidagi reysimiz $975 dan. Hamda 12-sentyabr Farg'ona-Madina yo'nalishidagi reysimiz ham $975 dan. Bundan tashqari 9-sentyabr Namangan-Madina, 12-sentyabr Farg'ona-Madina yo'nalishidagi reyslarimiz $995 dan. 16-Namangan-Madina, 19-Namangan-Madina yo'nalishidagi reyslarimizni ham $995 dan qilib beramiz. Hozirroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlarining joylarini bron qilinglar. 24 soat xizmatdamiz. Bizga like bosinglar, obuna bo'linglar, videolar yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.